Bu oddiy dars emas. Bu ish faoliyatim davomidagi mening birinchi ochiq darsim. Bugun o'quvchilarimiz bilan darsimizni interaktiv tarzda, turli xil metodlar orqali noan'anaviy tarzda o'tkazdik. Turli xil ko'rgazmalar, slaydlar, o'yinlar orqali darsimizni qiziqarli tarzda tashkillashtirdik. Darsimning asosiy qismini maktabimizdagi elektron doska yordamida kompyuter va zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil qilishga harakat qildim. ChatGPT, Canva, Pinterest, YouTube, Kahoot va Wordful kabi saytlar mening bu darsimni mazmunli o'tkazishim uchun eng asosiy yordamchilarimdan biri bo'ldi. YouTube, Pinterest, ChatGPT kabi ilovalar menga turli xil g'oyalar taqdim etdi. Pinterest yordamida tahlilga kiradigan ustozlarimiz uchun darsimiz haqida o'z fikrlarini yozib ketishlari uchun shunday ko'rinishdagi stikalarni taqdim etdim va ustozimiz o'z fikr, mulohaza va tavsiyalarini yozib berdi. Bitmay qolgan musiqali shlyapa metodim uchun yasalgan mana bunday ko'rinishdagi shapkachani keyingi darslarimda qo'llash uchun albatta olib qo'ydim. Slaydlar, turli xil Kahoot va Wordfulda yasagan o'yinlarim bugungi darsimizni o'quvchilarimiz tomonidan oson va qulay tarzda o'zlashtirishlar uchun imkoniyat yaratdi. Darslarim davomida qo'llagan turli xil kartochkalar va ko'rgazmalarim menga yillar davomida xizmat qilishi uchun men ularni hech qanday apparatsiz uy sharoitida laminatsiya qildim. Agar buni qanday qilganim sizga qiziq bo'lsa, keyingi videolarimni kuzatishda davom eting va yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpisatsiya tugmasini bosish esingizdan chiqmasin.